BixGap yangi умная криптовалюта начинается здесь deb yozib qo'yibdi. Rus tilini yaxshi bilmayman. Xo'p, kriptovalyutada sizni o'rningizga savdo qiladigan robot. Ya'ni siz Binance ishlatasizmi, Bitget, nima o'sha kripto birja ishlatsangiz, futuresda va spot bo'limida sizni o'rningizga avtomatik savdo qilib beradi. Yozib qo'yibdi 7 kunga pro rejimi sizga besplatniy deb yozib qo'yibdi. Men ishlatdim va nima hodisa ro'y berdi? Topinglarchi. $100 bilan $500 daromad qildim. Soat 2dan 20 minut o'tdi. 2 kun oldin ochgan test uchun qilib ko'rgan kripto 246% ga oshgan. Atigi 10 plechoda ochganimni o'zida shuncha. Aynan men sizlarga saytda ko'rsatib bergan botim orqali mana qaranglar. Test uchun $100 ga to'ldirgandim. 250% foydada. Bu bot просто super. Endi buni biz yana test qilib ko'ramiz. Qani qancha foyda qilib bera oladi, qancha bo'ladi. Yopamiz. Подтвердить. $100 bilan $557 foyda qildik. Mana o'zingizlar живой ko'rsanglar bo'ladi. Saytda ham turibdi. Spesialniy sizlar uchun birinchi test qilib ko'ring, keyin mana shu platformani sizlarga ko'rsataman deb aytgandim. Bu chista tavsiya. Xo'p, bosamiz перейти на platformu. Buni App Store da ham, Play Market da ham o'zini anaqasi bor. Ilovasi bor. Ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Zapusk нового bota deb yozibdi. Spot bo'limida ishlatsanglar bo'ladi. Bu alohida sun'iy intellekt orqali ishlaydigan AI помощник. Bu yoqda spotda savdo qiladi. Gridbot buni ham o'zini strategiyalari bor va yana bitta yangi chiqqan boti bor. QFL bot. Undan tashqari mana bu long short ochadigan. Men faqat long ochadi. Futures bo'limida ham ikki xil combo boti bor. Keyin DKA futures boti bor. Men mana shu DKA botida ishladim. O'zimni Binance'imni ulab qo'ydim. Mana hozir достаточно balans deb yozib qo'ygan, chunki pulimni chiqarib olganman. Bu yoqda o'zingiz Binance yoki yana boshqa platformalaringizni ulab, aynan mana shu platformada ulab qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Qiladigan ishingiz juda ham oson. Kerakli valyutani tanlaysiz va mana Binance ulab qo'yilgan. Menda Binance Futures, Bitget va boshqa yana birjalarni ulab qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Valyutning paralarni o'zingizlarga yoqqanini tanlaysizlar va short yoki long o'sha shortingizdagi pul marjalarni tanlab turib, продолжить tugmachasini bosasizlar va ishlatasizlar. Mana strategiyalar, har xil strategiyalar bor. Gibrid. Keyin mana запустить bot. Futuresda ham ishlatsanglar bo'ladi mana. O'zi avtomatik savdo ochib, o'zi yopadi. OKX, KuCoin. Mana qaranglar. Xo'p. Bir kunda 0.65%. Agressivniy savdo qiladigani bor, kuniga 1% foyda olib kela oladi. Mana shu bot o'zi spotda tasavvur qilsanglar. Futuresda ham bor mana combo boti. Lekin unda kafolat beradigani yo'q. Futuresda ishlataman deydigan bo'lsanglar, kafolat beryapti 1%, tasavvur qilsanglarmi? Lekin buni podpiskasi bor. Podpiska olishinglar kerak. Menda mana Pro planini sotib olganman shaxsan o'zim. Ishlatib qo'yaman. Ulab qo'yganman, o'zi avtomatik savdo qilib yotaveradi. Qiladigan ishingiz juda ham oson. Просто tak mana birja ulab qo'yasiz. Mana misol
KuCoin birjasi deyiladi. Tak, mana bu yerda birja ulaydigan o'zini anaqasi bor, agressivniy mana misol savdo qiladigan bo'lsa mana bu yoqda продолжить tugmachasini bosasiz. Misol Binance yoki KuCoin ulamoqchi bo'lsangiz va VPN kerak bo'ladi sizga. O'sha VPN ni yoqasiz o'sha KuCoinga o'tib ketadi yoki Binancega o'tib ketadi, продолжить qilasiz, bo'ldi. Hech qanaqa muammo yo'q. Spot yoki future sizga pul tashab qo'yasiz, o'zi avtomatik savdo qilib yotaveradi. Menimcha bu вообще kruto. Demo rejimi ham bor. Demoda misol futuresda ham savdo qilib ko'rsangiz bo'ladi. Demo rejimida ham mana $4700 o'zi beradi. Xohlasangiz demo rejimida ham o'zingiz savdo qilib ko'ring. Bu shaxsiy tavsiya. Misol uchun ishlayman deydigan bo'lsangiz. Продолжить mana. Запустить bot. Kutib turasizlar. Mana o'zi savdo ochadi. Nazorat qilib borasizlar. Hech narsa qilishingiz shart emas. Prosta kutib o'tirasizlar. Menga o'xshab $500 soqqanidan keyin ishlab olasizlar. Bu kriptoda, bu chista sizlarga maslahat. Men o'zim ko'rsatib berdim. Qanaqa ishlaganimni, qanaqa qilganimni bu o'zi avtomatik savdo qiladi. Buni yana bitta o'rganib chiqishingiz ham mumkin. Demo rejim bu. O'zingiz bitta ko'rib, batafsil hammasini ko'rib aniq chiqasizlar. Mana pro rejimi. Подписка неактивный. Nargi akkauntimda подписка bor edi. Bunda yo'q ekan. Bu boshqa akkauntim ekan. Mana bu yoqda подпискаlarning narxi. Prosini olsanglar 50 ta сеточный bot, 250 ta aktiv, sun'iy intellekt помощник, undan keyin mana qanaqa удобствоlar berishini ko'rishingiz mumkin. Bu yilligi kriptoda to'lasanglar ham bo'ladi. Keyin Visa kartada ham to'lasanglar bo'ladi. Xullas ishlatib ko'ringlar. Tavsiya beraman. Mana o'sha boshladi. 1 minut bo'pti. Savdo qilayotganiga mana ochgan savdolari o'zi avtomatik analiz qilyapti. O'zi avtomatik mana take profit qattiq ekan. $84 mana o'sha foydaga chiqdi. $11. $11 o'sha foydada. Ko'rayotganlar. Ochgan joyimni qaranglar. $7. Xullas bitta qiziqib ishlatib ko'rish kerak. Kichkina summa bilan investitsiya qilib ishlatishga arziydi. Balki sizlarga yoqib qolar bu narsa. Buni linki mani promo kodim bor aytgancha opisaniyada o'sha link bilan kirib registratsiya qilsanglar sizlarga pul beradi. Xo'p, kelinglar registratsiyasini ham kichkina qilib tushuntirib beraman. Men mana bosib reski kirib ketishingiz mumkin. Yoki-da o'sha login parolinglarni mana Google'da tanlasanglar o'zi xohlaganinglarni chiqarib beradi. Tanlash, o'shani tanlab kirib ketaverasizlar. Undan muammo yo'q. 7 kun tekin, undan keyin pulli. 7 kun tekinini olib ishlatib ko'ringlar. Keyin o'zingizlar chista yoqdi-yoqmadi menga aytasizlar. Lekin yaxshi kriptoda mana tayyor botlarigacha chiqdi. Sun'iy intellekt yordamida ishlaydi. Ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Samandar bo'ldi. Hammaga rahmat. Like bosib qo'yishni unutmanglar.